Harbiy kuchlar har bir davlatning tinchligi va mustaqilligini ta'minlaydigan muhim tayanch hisoblanadi. Ular mamlakat hududini himoya qilish, xavfsizlikni saqlash va favqulodda vaziyatlarda aholiga yordam berish kabi mas'uliyatli vazifalarni bajaradi. Harbiy xizmat intizom, sabr va yuksak vatanparvarlikni talab etadi. Ularning fidokorona mehnati tufayli jamiyatda tinchlik va barqarorlik mustahkamlanadi. Barcha sohalar kabi bu tuzilmalarning o'tgan 12 oylik natijalariga yuzlanmoqchimiz. Kim? Qanday adovati bor? Nima uchun o'ldirdi? Bu qurol qayerdan keldi o'zi? Savollar ko'p, ammo javoblarchi? Qotillik, odam o'g'irlash, zo'ravonlik, tovlamachilik. Biz bu lug'atni uzoq davom ettira olamiz. Ular jamlangan kitobnoma esa jinoyat deb nomlanadi. Sahifalarning davomi javobgarlik, yakuni esa qamoq bilan tugashi mumkin, afsuski. 2025-yil yakunlandi. Sarhisob vaqti. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun tashkil etilgan matbuot anjumanida aynan yuqoridagi voqeliklar o'rtaga tashlandi. Jurnalistlar tomonidan berilgan savollar ichki ishlar xodimlarining yo'nalishlari bo'yicha shaxsan rahbarlari javob berishdi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish yil davomida huquq-tartibot idoralari oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri. Ichki ishlar vazirligi, Kriminologiya vaziyatlar hamda Davlat bojxona qo'mitasi yil sarhisobi bo'yicha quyidagi yaxshi xabarlarni taqdim etdi. Jinoyatchilikni oldini olish hamda ularga qarshi kurash sohasini ilmiy tadqiq qilish bo'yicha 19 ilmiy tadqiqot loyihasi amalga oshirildi. 40.400 dan ortiq huquqbuzarlik holatlari aniqlanib, 1,1 trillion so'mlik tovarlar noqonuniy muomaladan olingan. Kriminalistik laboratoriyalar, mobil qurilmalar, bank transaksiyalari va internet tarmog'ini tahlil qilish ortidan yuzlab jinoyatlar aniqlandi va ular fosh etildi. Krimdagi vaziyatga ilmiy diagnoz qo'yish, jinoyatchilikni ilmiy prognoz asosida aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqish maqsadida ilk marotaba jinoyatchilik omillari hamda jinoyatchilik tendensiyalari davlat hisobotlari ishlab chiqilishi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari aytish mumkinki, bojxona organlari tomonidan 2025-yil davomida 84 milliard so'm ekvivalentdagi valyuta boyliklarining O'zbekiston Respublikasidan olib chiqib ketish oldi olindi. 134 milliard so'mdan ortiqroq zargarlik buyumlarining noqonuniy aylanuviga chek qo'yildi. Yuridik yo'nalishlar bo'yicha, axborot texnologiya yo'nalishlari bo'yicha maxsus ekspertlar jalb qilinib turib, mazkur platforma, ya'ni deepfake texnologiyadan foydalangan holda sodir etilgan jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan dasturiy ta'minot ishlab chiqilmoqda. Avtotransport vositalarining harakatini samarali tashkil etish maqsadida E-navbat axborot tizimi joriy etildi. Davlat rahbarining tashabbusi bilan inson omilini kamaytirish, jinoyatchilikka qarshi kurash hamda uni oldindan prognoz qilish kabi muhim vazifalarda sun'iy intellektdan foydalanish, soha mutaxassislarini jalb qilish va uni tizimga integratsiya qilish topshirig'i berildi. Jinoyatchilikni oldini olish hamda unga qarshi kurash tizimiga sun'iy intellekt texnologiyani qo'llash bo'yicha ikkita muhim ilmiy tadqiqot loyihalarimiz amalga oshirilmoqda. Birinchi marta bojxona tarixida mana bojxona qo'mitasi raisining sun'iy intellekt masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimi ta'sis etildi. Tovarlar bojxona tizimida avtomatik rasmiylashtirish ko'rsatkichlari tobora o'sib bormoqda. 2025-yil bojxona organlari tarixida alohida iz qoldirmoqda. Mart oyini o'zida yoki dekabr oyini o'zida alohida bitta shu sohani o'zini takomillashtirishga qaratilgan prezident farmonining imzolanishi ma'qulidan ilgari kuzatilmagan edi. O'tgan yil davomida tadbirkorlarga qulaylik 2 barobarga oshirildi. Kirib kelayotgan mahsulot hujjatlar bilan bir xil ekanligini ortiqcha xarajatlarsiz bojxonaning o'zida skanerlash, tekshiruvdan o'tkazish yo'lga qo'yildi. Navoiy chegara bojxona postini yangitdan qurib foydalanishga topshirildi. Bu yonida juda katta terminal foydalanishga topshirildi. Bu nima degani? Mana endi tadbirkorlarimiz yukni olib kirganda chegarani o'zida bojxona nazorati va rasmiylashtirish jarayonlarini yakunlashlari uchun barcha sharoit bor. Ilgari ular ichki hududga kelib, boshqa bir tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postiga borardi, yukini qaytadan tushirib, rasmiylashtirish, ya'ni soda tilda rastamoshka tugagandan keyin yana uni qaytadan ortib, so'ngra o'zini korxonasiga olib ketardi. Albatta bu yerda tashish, yukni qayta yuklash, ortish xarajatlari tadbirkorga qo'shimcha xarajat bo'lib, baribir xohlaymizmi ertaga tayyor mahsulotlar narxiga ta'sir qiladi. Bunaqa terminallar Yallamada, Andijonda, Olotda, Dovud otada mavjud. Tizimga ta'sir qiluvchi yana bir xabar. Jahon savdo tashkilotiga
2026-yilda a'zo bo'lishga katta qadamlarni qo'yyapmiz. Tashkilotga a'zo bo'lish iqtisodiyotning transformatsiyasi uchun katta imkoniyatdir. Bu global bozorlar uchun integratsiya, bojxona protseduralarini soddalashtirish, raqobatbardoshlikni oshirish, investitsiyalarni jalb qilish kabi ustuvor vazifalarni o'z ichiga oladi. Jarayon hali to'liq yakunlanmagan bo'lsa-da, tranzitsion davr orqali moslashish imkoniyati mavjud. Bu bojxona tizimiga qabul qilinishi shart bo'lgan qarorlarni xalqaro normalarga moslashish kabi muhim vazifalarni yuklaydi. Bu Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishda bojxonani roli juda ham katta. 2026-yilning o'zida Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish doirasida o'sha xalqaro darajada bo'lib o'tgan muzokaralarda bojxona qo'mitasi vakillari ham faol qatnashdi. Bu nima beradi? Jahon savdo tashkilotiga O'zbekistonning a'zoligi demak O'zbekistondagi barcha bojxona ma'muriyatchiligidagi tartib, taomillar dunyo tartib taomillari bilan bir xillashganini, uyg'unlashganini anglatadi. Va men o'ylaymanki 2026-yilda ham bojxona sohasida juda katta yangi marralarga erishamiz. Bu kun Bekzodjon Zokirov, Shahzoda Alaboyev, Murodbek To'ramurodov, Toshkent.